Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi Nuri Turkal apandi yaqinda Yevropadagi diplomatik safarini boshlab, Germaniya, Italiya, Kroatiya qatorliq davlatlarda bir qator muhim uchrashishlarda bo'lgan. Egilinishcha u Germaniyada hukumat amaldorlari bilan ko'rishib, donglik shirkatlar Xitoydan chekinayotgan ahvolda yana Xitoy bilan hamkorlashmaslik. Italiyada bo'lsa Xitoyning Italiyaga majburiy emgak mahsulotini setishga yo'l qo'ymaslik haqida tavsiyada bo'lgan. Amerikaning Germaniyada turishliq bosh elchisi Amy Gutman o'zining Twitter hisobida bergan uchurdan Nuri Turkal apandi bilan ko'rishib, Amerika bilan Germaniyaning qanday qilganda hamkorlashib, butun dunyodagi diniy e'tiqod erkinligini, jumladan kishilik huquq tajovuziga uchrayotgan Uyg'urlar va boshqa musulmon millatlarning e'tiqod erkinligini ilgari sura oladiganlik haqida suhbatlashganligini aytgan. Xitoy 13 yanvar atalmış Dünya Müslüman Cemiyetler Kengashining Sharq Turkistondagi 3 kunlik ziyarati haqida maxsus axborot e'lon qilish yig'ini ochgan. Mazkur yig'inda atalmış Uyg'ur Avtonom rayonlik hukumat bayonotchisi Shu Guishang atalmış ziyorat o'mikining so'zlarini qayta takrorlab, ularning Xitoy rejimining Sharq Turkistonda atalmış terrorlik va asabiylikni yo'qotish uchun ko'rsatgan tirishchanligini maqtaganligini va apirin aytganligini bildirib biljirlagan. 15 oktyabr 55 ommaviy tashkilot va 30 diniy olim İstanbulda axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, atalmış Dünya Müslüman Cemiyetler Kengashining ziyoratini va Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilikni tanqid qildi. Amerika Avam Palatasi 12 yanvar qonun ma'qullab, Amerikaning strategik neft zapasining Xitoyga kelishining oldini olishni qaror qildi hamda qarornomani ovozga qo'yish uchun Kengash palatasiga avatdi. Xabar qilinishicha, Alma shirkatining hamkorlashuvchilari Foxconn texnik guruhi va Pegatron 2023-yilda ishlab chiqarishni Sharqiy Janubiy Osiyoga kengaytib, jug'rafiyalik, siyosiy va iqtisodiy xatarni azaytmoqchi ekan. Buning sababi Xitoy bilan Tayvan o'rtasidagi jiddiylikning kuchayishi ekan. Foxconn va Pegatron har ikkisi bosh shtabi Tayvanga joylashgan elektron mahsulotlar ishlab chiqarish shirkati bo'lib, Xitoy va Tayvanda olma va boshqa sheriklar uchun mahsulot ishlab chiqardi. Xitoy Yaponiya bosh ministri Kishida Fumio'ning Amerikaga qilgan ziyorati jarayonida ikki davlat o'tirib qo'ygan Xitoyning yadro qurol ombirini ko'paytirayotganlik to'g'risidagi tanqidga inkos qaytardi. Beijingda o'tkazilgan kundalik muxbirlarni kutib olish yig'inida Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin Amerika Yaponiya birlashim bayonotining paketni burmalaydigan bayonlar bilan Xitoyning yadro tahdidini mubolag'alashtirish orqali harbiy chiqimning ishini qonunlashtirishni maqsad qilganligini aytdi. Indoneziyaning Sulawesi orliq joylashgan Xitoyning Jiangsu Dilong Nikel sanoat shirkatining nikel qo'yish zavodida ishchilarning maoshi va xizmat bexatarlik sharoitini yaxshilash uchun o'tkazilgan namoyishda 2 ishchi qazo qilgan. Ma'lum bo'lishicha, namoyish jarayonida kelib chiqqan to'qinishda bir indoneziyalik va bir Xitoy ishchining qazo qilganligi xabar qilingan.